Olishataman deysiz, 2 haftadan keyin yana Makka kelaman deysiz, assortiment. Voy, 2 haftadan keyin xudo xolasa yangiliklarimiz ko'p bo'ladi. Bu lustralar 7 minutmisi, yana Makka kejakmiz assortiment. Hammaga assalomu alaykum, randolanishsiz. Yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Men bugun Palmastroga keldim. Og'am chaqirdi, kelmasang bo'lmaydi. Bu yangiliklarni aytib ket. Xudo xolasa yana 2 haftadan keyin yana aytasan yangiliklarni dedi. Nov yangilik desangizlar. Lustralarni xudo xolasa Palmastroga dolduribdilar. Lustralarning eng xo'shroylarini, eng mazza, eng shiqqalarini akkalib qo'yibdilar. Xudo xolasa yana 2 haftadan keyin yana assortiment keladi deb tutsang, Sharifa. Sharifam bilan xudo xolasa yana zo'r ishdan boshladik. Nov ishdan dedingiz, lustra bo'yicha bir yangiliklar qilib beraman san podpishchilar uchun dedingiz-ku. Yangiliklarga keladigan bo'lsak, birdan shart bo'ladi. Podpishchilarim uchun birdan sharti bo'ladi. Nov sharti. Bu shartimiz Palmastroyni obuna bo'lib qo'yadilar. Profilini. Ko'rib turganlaringizni xudo xolasa bir 2 haftadan keyin yana assortiment keladi lustra bo'yicha. Hozir lustralarning hammasini qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa 2 haftadan keyin lustralarni yana to'ldiramamizdan keyin sizlar uchun, ya'ni men podpishchilarim uchun zo'r bir aksiyalarni qo'yib beramiz lustra bo'yicha. Uylaringizni xudo xolasa zo'r kandillar bilan bezasizlar. Lekin bir dona sharti bo'ladi. Palmastroyning profilini tashab qo'ygan bo'lishlaringiz kerak bo'ladi. Hozir tashab qo'yaringlar, xudo xolasa keyinchalik bir yana tashab o'tirmaysizlar. Hozir tashab qo'ysangizlar, zo'r ma'lumotlarni profilga chiqarib o'tamiz, zo'r qiziqarli videolarni ham qo'yib o'tamiz. Og'a, bir lustralarni yana bir ko'rsating, bir maqtab tashlang, bir. Endi bu lustralarimizni aytadigan bo'lsak, endi bu trubkalar bor. Endi bu trubkalar masalan o'zi bogati ko'rinib turibdi, uni qimmat lustralar ko'rsatib turibdi, lekin arzon. 550 ming so'm ekan. Lekin bu 550 ming so'mmi? Lekin bu 1,5 million so'mni narsani berib turibdi effektini. Nima qarang, bu gulli lustralar. Chiroyli ekan. Qo'shroq, oppoq. Bu originalniy xrustalniy dosh bu. Yo'q-ku? Dosh bu, dosh. Chestindas 1 million 200 ming so'm bu. Qo'shroq ekan qarang. Qarang podpiska tashab qo'yadi profilingizga. Profilingizdan yoritib berasiz bu narxlari bilan. Agar narxlari qiziq bo'lgan bo'lsa, har birini xudo xolasa profilidan kirib, bemalol screenshotlatib yoki rasmini tushirib tashlasangiz bo'ladi. Agar kelaman desangiz, manzilni bilasizlar, o'zlaringiz uchun 3 yildan beri yotirgan Palma, Raysentrda joylashgan. Palma desangiz hamma biladi. Kelaverasizlar, Palmada hammangiz kutib qolamiz.